Takipchilarim, mana men bugun yangi minigraf ochdim. Ko'ryapsiz, hech narsam yo'q. Narsam qolmadi. Tashqariga chiqamiz. To'xtanglar, birinchi o'rinda kilkalar sehrlaymiz. Kitobjonni olamiz. Olmasa qo'yibmiz. Nimaga kirib ketdik endi? Bu narsa yo'q narsa. Kitobjonni olamiz, qo'yamiz. İçiga kiramiz, kilkani qo'yamiz, joylaymiz. Kitobjonimizga kuch kerakligi uchun biz kitobni olamiz. Bizga taxta kerak, oddiy kitob kerak. Hali hech narsa olmaganman, shu boisdan tog'ning uchiga ko'mirga ketyapmiz. Men yana bir bor aytib o'taman. Agar yoz tugaguncha kim menga like bossa, o'shaning akkauntiga podpiska bosib, xohlagan o'yinini o'ynab, video qilib YouTube'ga chiqaraman. Kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Hozir ko'mir olishga ketyapman. Bizga daraxt kerak bo'ladi. Sekin ishlayapti rosa. Hozir shunday chiqamiz. Quramiz. O'zimizga kerak bo'lgan kitob javonini olamiz. Hamda bizga kerak bo'lgan kiyimlarimiz bor. Kiyim olishga kelgan bo'lsak, hamma narsani joylaymiz. Endi kiyinsak, men doim olmos tanlayman, chunki sehr degan ham juda ushlab turadi. Qo'ysak, qilich. Bu men o'zimga kerak narsani oldim degan umiddaman. Chiqamiz. Qaytarib qo'yamiz va kiramiz. Qani tikka uyga olib boramiz. Uy orqada edi, adashib ketdim. Qilich ko'rsak. Hozir uyda atroflarni ham shunday jonli qilib o'ylab olganman. Hali qorong'i tushgancha ko'mir qazib olamiz. Sizlarga aytib o'taman, zombini go'shtini umuman yemanglar, u zaharli. Xuddi mana shu yerda kuyib portlagan. Ikkita birimiz. Chiqamiz. Kitob javonida fotografiya kilkani olamiz. Kuyib kirib qoldi betga. Короче, u kuyib qanday kirganini bilmadim. Endi eshiklarni ham qo'ymasak bo'lmaydi. Yo'q. Sandiqlarni bo'shatib chiqqandim-ku. Endi qanday kirib olaman, chiqa olaman. Ketmaslikka harakat qilaman va chiqaman. Endi bitta yolg'iz tashlashimiz shart. Mendan boshqalarim tushib ketishini istamayman. O'shim, короче, sanaqa yo'ldan qo'yib qo'ysan. Kuchimiz 0.
kitobjon mana oldik. Atrofiga bu tarzda terib o'tirmang. Bundan bunday qilasizlar. Bunday Uchmaytiga bitta chiqarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi ikkinchi qatorga o'tib ketsak. Bu kitobchalarga kuch yog'adi. Hozir kuchimiz yo'q, narsalarga hal olmaymiz. Shu bois biz kutamiz. Endi ko'mirga qarab ketaveramiz. Tog'ning ichiga chiqamiz yoki bo'lmasam ko'mir izlab yuraveramiz. Men yana aytaman, qanaqa o'yin o'ynash kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'ynaymiz. Bo'ronchik degan akkauntga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U ham minigraf chiqaradi. Buni to'qqa chiqamiz, bu narsani olamiz. Yoki bo'lmasam shuni tepasini portlatamiz. Men portlatib qo'yaman. Dinamit qani. Uni o'rniga dinamit olib kitobchani o'rniga chiqarish yoki. Ketdik, endi bu yerdan tezlashimiz kerak. Nimadir chiqadi degan umiddaman. Oy qotdi. Hech biri chiqmayapti. Yana bitta portlatamiz. O'lsak ham, o'lmasak ham tirik qolsak bo'ldi. Bitdan tushib shu joyga sehrli olmay olmasak bo'lmaydi. Boshqa portlatmayman. Ungacha uyga borgansiz, jamonimiz ham kuch olsa aytdim, hech balo chiqmayapti deb. Voy. Suv bormikan? Yo'q. Suv ko'rmasanglar, ko'mir. Biz yaxshigina blok ishlab qo'ydik. Yana kelgan o'rniga almashtirib qo'yamiz. Ben qazishni boshladim. Nima deyapsiz? Ko'mirni chopib bo'ldim. O'yinlarni kirishdan oldin yoki PUBG yoki ishqilib o'yinlar farqi yo'q. ID raqamingizni kirgizsangiz, ularni o'ynashingiz mumkin. Ana shu yerda ko'mir ko'rgandim. Darajamizni mana shu ko'mir orqali bir qolishimiz mumkin. Bitta narsani aytishim esimdan chiqdi.
boyagi sehrlamoqchi bo'lgan narsamizga daraja ham kerak bo'ladi. Endi aytadi. Boshida aytdim men sizlarga obuna bo'linglar deganim, obunachilarimiz cholamas deydi. Ko'mirga mana shu orqali yetib olaveramiz. Kechib qoldi, yomon qo'tyapti Minecraft. Mana ko'mir to'lani oldik. Bundan tushib qo'yilgan yaxshi uzoqda ekan. Endi tikka uyga bormasam bo'lmaydi desam, ko'mir chiqib qoldi. Olmos yer tagida chiqadi, uni qidirib o'tirmanglar. Keyin chiqa olmay qolasizlar. Chunki o'zim ham kirdim, qaytib chiqa olmay qoldim. Chiqish rosa qiyin. Ancha ko'p ko'mir. Yaxshi. To'xtatdi, yaxshi. Kechib qoldik, uyga borishimiz kerak. Qo'y topganimizda taxta bilan yaxshi bo'lardi. Ketdik uyga. Uydan shunchalik uzoqdamiz. Shunday qilib qilishni o'tkazib olsak. Shkab uyimga kuyib berkirmagan degan umiddaman. Ko'rdingizlar, boyam kuyib berdi. Portlatganini tekshirib keyin kiringlar. Yaxshi, darajasi 2 bo'ldi. Meni darajam pastligi uchun sehrlamayapti. Bu darajasini ko'taraversin, biz esa yuramiz. Teshik topib qo'yaylik. Bo'laveradi. Chekkalarni endi o'qiyamiz. Tepam uzilibdi. Obunachilarim to'yxonada to'y bo'layotganda shunga kelgandim. O'rtog'imga kirib video olayotgandim. Videoni shu yerda tugatamiz. Keyingi videolarda o'ynamoqchi bo'lgan o'yinlaringizni yozib qoldirasiz. Biz o'ynaymiz.